o'qituvchilari gipsoblok ishqibozlari va Shuhrat Ergashev gipsoblok bilan shug'ullanaman hamda daromad qilaman. Mana navbatdagi dastavkamiz Namangan viloyati Hazrat Shohga jo'natyapmiz. Ko'p savollar bo'lyapti. Aka, buni razmeri necha? Uy qursa bo'ladimi? degan savollar ko'p bo'ladi. Buni razmeri 60, 30, 20. Sifati juda ham oliy. Mana xudo xolasa bitta obyektimizga 1200 ta jo'natyapmiz. Uni topshirsak, buni orqasidan bitta 2000 ta, bitta 900 ta jo'natsak, xudo xolasa 2 ta, 3 ta ob'yomimizni tugatib olamiz. Bundan bemalol uy qursa bo'ladi. Bundan hech qanaqa qo'rqish, cho'chish kerak emas, chunki sifati juda ham zo'r. Bunga qumshu g'ishga taqqoslaganda 21 ta g'ishni o'rnini oladi bu bittasi. Teng yarim puliga to'g'ri keladi g'ish bilan buni narxini bichganda. Bu hozirgi kun holatda 8500 so'm joyda yuklab berilyapti. Yo'l kirosi bilan 10 ming, 10,5 ming so'm yetib boryapti o'z masofasiga qarab. Adresimiz Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida. Agar kimgadir shunaqa sifatli gipsobloklar kerak bo'lsa, ekranimiz ostidagi telefon raqamlariga telefon qilishlari mumkin hamda bitta like, podpiskasini bosib qo'yishni unutmanglar. Hamisha sizlar bilanmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.